ayollar uchun yozilgan Zuhraxon nihoyatda o'rniga qo'yib o'qiydi. Endi yana assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana haqiqatan ham qon qarindoshlar, jigarlar, quda andalar, hamma dugonalar xush kelibsizlar. Bugun haqiqatan ham bayram. Siz Zuhraxon men bilan bundoq qarab kuzatamanda juda ham bayramni yaxshi ko'radilar. Yaxshi yashashni yaxshi ko'radilar. Hammaga sovg'a qilishni yaxshi ko'radilar. Hayotni sevib, mana shu ertangi kunga ishonib, hamisha bir kulib, mehr, muhabbat hammasi sizda mujassam. Ana onda bilasanmi nima dedim? Voy dod, men ham aktrisaman, 100 kilo bo'lib ketdim, sizdek qaddi qomatni qarang. Shundoq aktrisalardek qaddi qomat, chiroyi, ko'z tegmasin. Juda go'zal ayollar, ko'z tegmasin. Shu yaxshi xislatlaringiz juda ham ko'p, ko'z tegmasin. Siz bilan mana do'st bo'lganimizga, opa singildek bo'lganimizga, teatrda hozir ham ko'pchilik havas qilib qoldi. Zuhrabonim, men aytdim, mayli bir kun olib boramiz do'konlariga dedim. Hammaligi Diydor Shirindaydek salom aytib yuborishdi. Mana kuni kecha bordim, mana shuni ham menga kiygizib yubordilar. Pul olmadilar lekin yarashibdimi? O'tgan gal Zuhra aytgandek bizga sovg'a salomlar qilib turadilar. Qo'llardan kelgancha ish qilib hammamizni ko'nglimizni oladilar. Alloh rozi bo'lsin. Siz ham yaxshi to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda biz xizmatingizda bo'laylik. Endi hammalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bugun mayli yeb olinglar. Ertadan teatar. Ha. Endi qo'shiq aytaman.